Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Dushovoga yo'l bor. Uni yopib chiroyli qilib qo'yaveramiz. Xo'p, razmerimiz 3.60 ga, balali 2.70 lik joy. Sekin ko'rsatib boramiz. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. O'rta ko'rpa taxlashga taxmon, bir chekka shkaf, bu tarafda eshikka xot. Tepasida antresoli bor ikkitasida, buniki pastida. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraman. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub ostini laminat matvidan qildik. Xo'p, bir taraf shkaf, o'rta taxmon, asosiy joyimiz dushovoyi eshigini yopib tashlaganmiz. Bu yerga bu narsalarni ilib qo'ysa bo'laveradi. Osha-moshalarimiz vakuumli. O'rtada ko'rpa tushaklariga joy. 125 cm lik bemalol ko'rpa-ko'rpachalar sig'ib ketaveradi. Xo'p, garderob 1 metrlik. Hammasini osha-moshalari vakuumli. Xo'p, arzon variantda tayyorladik. Andijon viloyati Baliqchi tumanida 4.500.000 so'mga mashg'uloti tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.